Oho, Jalol aka, bu nima bo'lgan bunga bu mashinaga? Bu abshim rasvos chiqib ketdi-ku. Bu Gentrami o'zi bu? Gentra. Buni yana odamlar aldamang 100 millionga oldim deb. Faqat Gentralar qimmatga olasiz. Siz ma'lumot bering buni haqida. Albatta. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz, ko'ryapsiz qanchalik darajada qattiq urilgan Gentra olib kelganmiz. 60 ming yurgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Albatta sabrlaringizni sinamasdan turib birdan narxini aytamiz. Shu holatida mashinani 60 million so'mga oldik. Yana shuna qattiq urilgan bo'lsa, yana 60 millionga olaveramiz. Kommentariyalar portlab ketishi aniq, qimmat olingan boshqa bo'lgan. Yo'q, menga strayt qilib olaman, chunki mashinaning yili 22, yili farq qiladi. 2015-16-yil mashinalar taylamam 60 million olasizmi, 70 millionga olasizmi deb tashlamaysiz iltimos. Keyin bitta narsani aytib qolamiz. Iloji boricha bizga Telegramdan aloqaga chiqsalaringiz, Instagramda o'ta ko'pchilik yozibdi. Biz aloqaga chiqa olmaymiz, Instagram ko'p xabar kira olmaymiz, chunki 500 ta 1000 tagacha xabar kelgan Instagramda. Xo'p, shunaqa DTP bo'lgan qattiq urilgan, yonib ketgan O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, top bergan $100 hadyamiz bor. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Kommentariyada fikrlanish kutib qolamiz. Hammaga rahmat. Shu mashinamizga ko'zib qo'yaylikmi yoki ramaga teraylikmi, zibor ko'zib qo'yaylikmi? Kommentariyada fikrlanish kutib qolamiz. Hammaga rahmat.